Ba'zi xatolarni kechirish mumkin, ammo qurilishdagi jiddiy kamchiliklarni emas. Chunki bu yerda gap bir parcha g'isht yoki bir qatlam qorishma haqida emas. Inson hayoti, onlar taqdiri va albatta kelajak haqida ketmoqda. Namangan viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan obyektlarda ishlar sifati, mustahkamligi, xavfsizligi hamda loyiha talablariga rioya etilishi yuzasidan muntazam nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Qardin bollaringni chiqsin tezroq qarab turishdi. Boshidan tez-tez. O'rganishlar davomida qurilish ishlarining ayrim qismi tasdiqlangan loyiha hujjatlari talablarga zid ravishda bajarilganligi aniqlandi. Xususan, birinchi qavat ichki devorlari hamda 8-qavatdagi asosiy yuk ko'taruvchi devorlarda g'isht terish ishlari sifatsiz bajarilgan. Shuningdek, g'ishtlar orasidagi gorizontal va vertikal choklar qorishma bilan to'liq to'ldirilmaganligi ma'lum bo'ldi. Nazorat jarayonida qurilish maydonida texnika xavfsizligi talablariga ham to'liq amal qilinmagani, tez yonuvchi qurilish chiqindilari o'z vaqtida olib chiqilmagani qayd etildi. Bu kamchiliklar shunchaki qoidabuzarlik emas, bu ertangi xavfning bugungi belgisi. O'zboshimchalik bilan me'yor va loyiha talablarini chetlab bajarilgan har bir ishning oqibati baribir bir kun kelib namoyon bo'ladi. Ammo o'sha paytda xatoni tuzatish uchun kech bo'lishi mumkin, deydi mutaxassislar. Ma'naviyat MF Do'stlik ko'chasidagi ko'p kvartirali xonadonning 8-etaji hamda 1-etajida sifatsiz terilgan ishlarni bo'yicha mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha joyida demontaj qilish ishlari olib borildi. Berilgan ko'rsatmalarni qayta bajarish jarayonida yana o'sha sifatsiz g'isht va gorizontal va vertikal choklarida qum sement aralashmali rastvordan foydalanmaganligi sababli qayta suvoq ishlarini ustidan suvab tashlash jarayoni ko'zda tutildi. Ushbu bajarilgan sifatsiz turlarni qayta buzdirish jarayoni amalga oshirilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Hududiy nazorat inspeksiyaning qurilish montaj ishlari ustida nazorat qilish bo'limi inspektorlari tomonidan 6 oy davomida jami 251 ta taqdimnomalar kiritilgan bo'lib, shundan 53 tasi sifatsiz qurilish materiallariga, 23 ta litsenziya va ruxsat beruvchi hujjatlarni bekor qilishga, shuningdek 175 ta qurilish qatnashchilariga, bundan tashqari obyektlarda nazorat davomida 125 ta holatda sifatsiz qurilish montaj ishlari demontaj qildirildi. Yaxshiyamki ushbu qoidabuzarliklar o'z vaqtida aniqlangan, chunki sifatsiz qurilgan devorni qayta tiklash mumkin, ammo uning ortidan yuz berishi mumkin bo'lgan fojiani ortga qaytarib bo'lmaydi. Qurilishdagi har bir g'isht bu ishonch, har bir me'yor inson hayoti kafolati. Bu qoidalarga amal qilish esa har bir quruvchi va mas'ulning nafaqat kasbiy, balki vijdoniy burchidir. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.